Hozir sizlarga yana bir yangi qurilib bitkazilgan, yangi planirovkada uyimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Akademik Gordokda joylashgan uyimiz bo'ladi. Bu 4 sotudan iborat. Uyimiz ko'rsanglar, bu yerda podzemniy garaj qilib ketilgan, podvalda alohida mashina turishi uchun qo'yib ketishgan uyimiz bor. Sizlarga bitta narsani aytaman. Boshqa joylarda uchratmagan uylarimizdan biri bitta ko'rasizlar o'zingizlar. Har bitta joyini bitta ko'rasizlarda. Bitta ko'rib, o'zingizlar bitta qarab fikr qilaverasizlar. Bizda bu kattagina qo'l quti bo'ladi, shuni chiqsanglar, o'ng tomondagi bitta bizada ko'rsanglar bo'ladi. Bitta ko'rsatib oling. Zal yoki hol yoki bitta spalnya qilib qo'yadigan joy qilib qo'yishgan. Spalnya qilib qo'ysanglar ham bitta chiroyli variantlardan biri. Bu tomoni bitta kattagina hol, mana shu tomoni bizda kattagina hol qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'rasizlar, televizorlar qo'yib qo'yishgan. Yuringlar. Televizorlar qo'yib qo'yishgan. Bemalol bu yerdan bundoq chiqsanglar, bizda chiqqaninglarda bu yerda bizda oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizga e'tibor bersanglar, chiroyli qilib qo'yishgan. Oshxonamiz va bu yerda bemalol choy ichib o'tiradigan zonasi va uyimiz podvalga tushib ketadigan zonasi va uyimiz tepaga ikkinchi qavatga chiqib ketadigan zonamiz. Havo aylanib turish uchun joylar tashib ketilgan. Tepada bizda 3 ta spalnya qilib ketilgan. Общий kvadraturasi 260 yoki 270 kvadratdan iborat bo'ladi. To'liq informatsiyasini pastga yozib qo'ygan bo'laman. Bemalol o'zingizlarning ko'zingizlar bilan bitta ko'rasizlar va bemalol undoq fikr qilib bitta bosib olsanglar bo'ladi.